Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan aslimini o'qishni davomlashtiryapmiz. Amdiki o'qiydigan tema Shivirg'anliq kecha. Chulun qaydagilarning qishliq yiqilg'u masalasi nihoyatda qiyin edi. Ko'mir bo'lmaganligi uchun aholilar qishning tayyorligi uchun o'tin to'playdi. Qig'larni loy qilib, kesak qilib qo'yib oladi yoki shox-shumba va qo'noq shoxlarini to'playdi. Ish qilib nima topsa shuni qishning tayyorligi uchun yig'atdi. Bir kuni Sultonjon yana bir kanitga kasal davolig'ini berib, hovlisidagi ko'mirni ko'rib qoldi. Kasaldan ahvolni surishtirib yurib, ko'mirni Jilil yuzi nahiyasining ko'mir kendan akelganligini bildi. Shu kuni Sultonjon yeza boshlig'ining uyiga berib ahvolni ma'lum qildi. Yeza boshlig'i Sultonjonning talabiga asosan yezdan 8 harvo tayyorlab, kandin ko'mir akilishga odam o'rinlashtirdi. Sultonjon hamrohlik uchun kurashni billa ilib borgan edi. Uning ustiga kurashmu dadisi bilan birga berishni talab qilib turib olgan edi. Bu 1973-yilning qish mezgili bo'lib, birinchi oyning o'ttirlari edi. Havo bek sovuq bo'lganligi uchun imkonlari yor bergan doirada qilin kiyindi. Jilil yuzdan Kanga 2 kunlik yo'l edi. Ular Kanda bir kecha qo'nib, 8 harvaga ko'mirning cho'nglaridan liqta bosdi. Yo'l ancha xatarlik bo'lmasimi, ammo hammasi tuyuqsiz chiqadigan bo'rondan ansiraydi. Bo'ron qattiq chiqib ketsa, yo'l mengish tez bo'lishdan sirt, havo texmi sovib ketadi. Yo'lda bo'ron to'xtag'icha dalda bo'lg'idek biror qunalg'imi yo'q edi. Yo'lda to'nglab qolmaslik uchun yo'lni davomlashtirish zarur edi. Qo'rqqan yerda jin bor degandek, atdiganda beri jim turgan osmon kech bo'lganda birdamda o'zgarib, shamolning dastlabki elchilari kelishga boshladi. Kecha bo'lganda shamol bo'ronga o'zgardi. Havoning temperaturasi borgancha tuvallab ketdi. Ko'mir besilgan harvalar bir-birining orqasidan asta ketayotdi. Mushu kecha o'tib ketsa, mahallaga berib olg'ili bo'ladi. Sultonjon harvalarning eng oxirida o'ko'zni hetilab ketayotdi. Kurash harvidagi ko'mirning ustida dugduyib o'ltiradi. Harvichilar amal bor tezroq yurib, mahallaga balduroq berib olishni o'ylaydi. Biroq bo'ron harvalarning tez mingishiga to'salg'u bo'layotdi. Bir chaqda oldidagi harvikash: "Harvining ustida o'ltirib uxlab qolmanglar. Amal bor pastga tushib piyoda mininglar. Bo'lmasa so'qoqda to'nglab qolsizlar", deb vaqirdi. Shundala Sultonjonning esiga harvada cho'qishib o'tirgan kurash keldi. Darhol harvini to'xtatib, kurashga qaradi. Kurash allaqachon mugdashga boshlagan edi. Sultonjon kurashni harvidan tortib tushirib, mingishga buyurdi. Biroq kurash harvidan pastga tushib tuzuk mangolmadi. Sultonjon vaqirab baxti amal bo'lmadi. Qamcha bilan bir qanchini urdi. Qamchining ikkinchi qitimlig'i kurashning beshidan yugishib berib, mangzini tilvatdi. Kurash jinidan o'tayotgan so'g'oqdan bekroq qamchining zarbasiga bardoshlik berolmay, chiqirab soldi. Shundaqdimi Sultonjon tezmang deb vaqirashni to'xtatmadi. Hatto harvidan cho'ng bir ko'mir parchasini ilib, kurashga ko'targizib qo'ydi. Kurash necha soat ko'mir parchasini ko'tarib mangdi. Badanidan asta-asta so'g'uq ko'tarilib, terlashga boshladi. Bayatın soğuqqa yandishib qiynashga boshlagan uyqumu endi nalargadir g'oyib bo'lgan edi. Biroq tong etib ular uyga kelganda kurashning badanida qilcha mador qolmagan edi. Yuzi qamchining zarbasidan qizirib ishib ketgan edi. Kurash uyga kelib, Kanga o'zini tashladi. Shu yotqancha 3 kungacha o'rnidan turmadi. Sultonjon Tillaxonga yo'lda bo'lgan ishlarni bir-birlab so'zlab berdi. Biroq kurashning tixi ochiqi bisilmagan edi. Ko'nglida dadisiga qattiq o'chmanlik bor edi. Kan yo'lida dadisining o'ziga qilganlarini hargiz kechirolmaydi. Hatto ko'nglida dadisini o'ltirib etishni o'ylaydi. Keyin dadisining kan yo'lida o'ziga nimishqa bunchalik qattiq qo'lliq qilganligining sababini anglab, paskoyga tushdi. Dadisini xato tushangaligidan xijil bo'ldi. Tema yurtqa qaytish. 1973-yilning kuz oylarining beshida Tillaxon ko'chaga qarab yo'lga chiqdi.
maqsadi kuchaning ahvolini kuzatib beqish edi. Gerçi bu yerda hal kunlari yomon emas o'tyapsimi, ammo balalarning o'qish ishlarini o'ylashmasa bo'lmaydi. Tunji balasi kurashning o'qishsiz qolganligidan ko'ngli yerim bo'lib yurgan ona boshqa balalarining o'qishsiz qilishni xolamaydi. Bular bu yerda nupussiz, ya'ni shu chaqning tili bo'yicha aytganda, qari nupus bo'lganligi uchun balalarning maktabga kiralishi mumkin emas edi. Balalar o'qish yoshiga to'shib qilyotdi. Yil o'rilsila maktabga kirishi kerak edi. Shunga kuchaga balduroq berib, ahvolni kuzatib beqib, kutishga tayyorlik qilmasa bo'lmaydi. Uning ustiga xohlagan vaqtida qatnash topmoq tas bo'lg'achqa, G'ulja qizil bayroq qatnash bekitiga berib, kutishga to'g'ri keladi. Tillaxon ana kuchadan 1974-yili 1-oyning oxirlari qaytib keldi. Anasining yo'liga qarab taqati taq bo'lgan balalar anasini ko'ribla ko'zlaridan seg'inish yoshlarini to'kdi. Anamo balalarini bag'riga besib, balalarining o'tida puchilangan yuragiga malham tangdi. Odam so'ruqchilik yillarida mehri muhabbatga, osoyishlik yillariga qaraganda bekrak muhtoj bo'ladi. Ular bir-biriga qinishmay xeyli uzoqcha quchoqlashib yig'lashdi. Kechda bir oila kishilari dasqan atrofini cho'ridab o'ltirishib, Tillaxon kuchadan ilib kelgan yangiliklarni anglashdi. Kucha o'zgaribdi, dedi Tillaxon so'zini boshlab. Burunqidek qalpoq kiydirishlar, yeziga tushirishlar asosan tugabdi. Kishilar bir oz erkin harakat qilgudek holga kelibdi. Norma bilan ta'minlashlarimi burunqi qaraganda bir qadar yaxshilanibdi. Maktab qandoq bo'pti? dedi Munavvar onasining so'zini bo'lib. Maktablarmi normallashishga boshlabdi, qizim. Kuchaga ko'chib borsaqla, sizmi maktabga kirasiz? Suhbat xeyli uzungacha davomlashdi. Onasidan bir qancha oy ayrilgan balalar onasining yenidan ayrılg'isi kelmaydi. Mashning qiziqida ingaklarini yulishib o'ltirgan balalar birdan mugdab uxlab qilishga boshladi. Sultanjon balalarni o'rinlariga olib yotqizayotgandan keyin so'z boshladi. Hozir yenimizda naq pul yo'q. Yo'l tayyorligi uchun ozroq pul tayyorlamasak bo'lmaydi. Qo'limizdagi bir qancha o'chka bilan uyni sotayli. Biroq safarga bahor o'tib, sel yoz kelgandirek chiqayli. Bo'lmasa yo'lda balalar bilan qiynalib qolamiz. Uning ustiga davonda qor erigandan keyin qatnashmi bir qadar ko'paydi. Ular maslahatlarini pishirib uxlab qolishdi. Ko'zni yumib ochqicha bahor oylarimi keldi. Ular o'shkilarini yayloqqa chiqarib etishdan ilgari setib etdi. Endi uyini sasila safar tayyorligini qilsa bo'ladi. Biroq qiyrish qanday uyini oldigan odam chiqmadi. Xeyli odamlar bilan o'qishib baxtdi, ammo uyni olay demaydi. Uy mahalla beshidagi o'stang beshiga joylashganligi uchun mahalliklar suv beshidagi uyni Xitoyga sotqili qo'ymaydi. Bundaq uylarni Xitoylarmi elishdan qo'rqatdi. Keyin Sultanjon mahalladagi ko'ngli yaqin birsidan uyning nemishqa setilmaganligining sababini bildi. Uning deyishicha, atrat boshlig'i mahallaliklarni ogohlantirib, Sultanjonning uyini setib olsanglar ketidi. Setib olmasanglarmi ketidi? U baribir ketidi. U bu yerga kelganda uy ko'tirib kelmagan. Yerni va uy soldigan materiallarni biz bergan. Uy hukumatga tava, debdimish. Shunga mahaldagilar uyni ilishga jur'at qila olmaydi ekan. Sultanjon bu so'zni anglab, ko'ngli yerim bo'ldi. Necha vaqtdan beri mahaldagilarning xizmatini qilib, hammasi bilan yaqin bo'lib qolgan edi. Hatto adrat boshlig'i bilan quyuq munosabati bor edi. Shundaq turuqliq ahvolni bundaq tez o'zgarib ketishiga ishongusi kelmaydi. Shuning bilan Sultanjon Tillaxon bilan maslahat qilib, Tillaxon balalarni elib oldin ketib beradigan, Sultanjon uyni setib orqadan boradigan bo'lib qilishdi. Tillaxon G'ulja qizil bayroq bekatda bir hafta saqlab aron deganda avtobus biletiga erishdi. Va 2 kecha 3 kunduz yo'l yurib, balalar bilan 5-oyning oxirlari kuchaga yetib keldi. Tema kichik shogird. Tillaxon G'uljaga minishdan ilgari kadrlar rayondagi uyiga qulub silib, nupus daftarini Sulyovga yo'gab, o'ylining bir bulung'iga ko'miyotgan edi.
Ajdodlaridan tortib mushu tuproqda tug'ilib, mushu tuproqda cho'ng bo'lgan insonlar vaqti kelsa bu tuproqqa emas, balki o'zining kimligiga ega bo'lolmaydi. Ularning kimligi Xitoy hukumati tarafidan berilgan bir varaq qog'ozchilik qimmatga ega emas edi. Шуңа ular jinidimi qimmatlik bo'lgan shu bir varaq qog'ozni hamma narsadan bekrak avaylab saqlashga odatlangan edi. Kurash bu chaqda 15 yoshning qarasini olgan, burutlari sus xat tortib, yigitlikning sohiliga qadam ilishga hozirlangan mezgil edi. Tillaxon bilan Kurash avtobusdan tushibla yuk taxlarini ko'tarib, Udul kadrlar rayonidagi uyiga bordi. Hovlining ishigiga o'zlari minishdan ilgari silib qo'ygan qulub ko'rinmaydi. Ishik ichidan etik edi. Demak, bu uyda boshqa birining borligidan bishorat edi. Tillaxon hovlining ishigini qaqdi. Birdamdan keyin hovlining ichidan xitoycha "Kim?" degan ovoz anglandi. Tillaxon xitoycha "Men uyning egisi" deb javob berdi. "Hozir bu sening uying emas, mening uyim. Gaping bo'lsa hukumatga ayt", dedi Xitoy javoban eshikni ochmay turib. "Sen endi bu uyga kirolmaysan." Tillaxonning bu yerda jangi jidal qilib turib olish bilan masalani hal qila olmaydiganligiga, hatto hovliga kirib nupus daftarini ko'mib qo'ygan yeridan ilib olishga qodir bo'la olmaydiganligiga ko'zi yetib, shuning bilan Tillaxon bolalarni agashtirib, yuk taqlarini ko'tarib, bir uy neridagi burunqi qo'shnisi Nisaxonning uyiga kirdi. Nisaxon bir qancha yil urug' tuqqandek yaqin o'tgan ko'na qo'shnisi bo'lib, Tillaxonning ko'chib keldiganligidan xabar bor edi. Oldingi qitim Tillaxon kuchaga kelganda bu ishlar to'g'riliq tafsili paranglashgan edi. U chaqda uyi texi boshqalarga berib etilmagan bo'lib, ko'chib kelibla mushu uyga kirman deb o'ylagan edi. Nisaxonning deyishicha, hozir Sultonjonmu, Tillaxonmu ish o'rinda bo'lmaganligi uchun kadrlar rayonidagi uyi tortib olingan ekan. Uysiz qolgan Tillaxon ko'na tunishlarining yordami bilan terak tuvidan 100 metr yiroqlikdagi mahalladan ikki egizlik bir uy tepib o'ltirdi. Uy uzum barangliq nihoyatda cho'ng bir hovliga joylashgan bo'lib, hovlida yana bir qancha ijarakash oila bor edi. Tillaxonning muqim ishi bo'lmaganligi uchun oilaning iqtisodiy yuki nihoyatda og'ir edi. Tillaxon saqchixonaga bir qancha kun qatirab yurib, nupusni nihoyatda tezda qayta hal qildi. Yelimi saqchixonada Sultonjoningmi, Tillaxonningmi tunuydigan ko'na ulfatlari bor ekan. Shularning yordami bilan bu ishmi putgan bo'ldi. Biroq un punktidan un setib olgudek pul tepish eng cho'ng masala edi. Kurash bolaning cho'ng bo'lganligi uchun oilaning og'ir yuki uning zimmasiga yuklangan edi. Uning ustiga Kurash 15 yoshga kiribla bo'ylari o'sib, cho'p cho'ngla yigit bo'lib qolgan edi. Kurash bir mezgil zarangza teriydiganlarga zarangza terishib berib, yurib pul topgan edi. Biroq bu ishmi vaqtliq ish edi. Zarangza tugagandan keyin yana ishsiz qoldi. Qurilish atritiga bir qancha qitim borgan bo'lsa-mu, ammo yeshi kichik ekan deb olmadi. Keyin Kucha nahiyalik dori shirkatida ishlaydigan tuqunining yordami bilan qurilish atritiga ishga kirdi. Qurilish shirkatining ishi og'ir bo'lg'achqa, kurashni loy etishga qo'ydi. Biroq loyni put bilan kechib pishiradigan bo'lg'achqa, shuncha ko'p loyni chaylab pishirib bo'lguncha, kurashning birinchi kunila holi qolmadi. Putlari og'rib mangolmay qoldi. Kechda shuncha tasda uyga kelib, katqa o'zini tashladi. Әдісі putini midirlatqudek madari bo'lmasmi, yanala ishqa bordi. Bugun ishbishi kurashni loy etishga emas, tam ustidagi ustamga kesak etib berishga qo'ydi. Eg'ir kesakni tam ustidagi ustamga yetkazib berish ancha oson emas edi. Shundaqdimi kurash tirishib pishildi. Lekin orliqda bir kesakni ustam boshqa bir ishqa milik bo'lib qolganda atqanligi uchun kesak udul berib ustamning yutisiga tegdi. Bu ishdan achchig'i kelgan ustam kesakni yondirib kurashga qartib atdi. Kesak udul berib kurashning biqiniga tegdi. Kesakning zarbisidan kurash yerga dum tushdi. Og'riq azobidan vaqirg'usi kelsa-mu, lekin demi kesilib ovozi chiqmadi. Chiroyi ko'kirib, tili gapga kelmay qoldi. Yandagi boshqa ishlamchilar yeniga kelib ahvol so'radi. Lekin kurash tinolmayotqachqa ichidan gap chiqmayotdi.
Kurashning bu holini ko'rgan ishbishi kurashni ikki ishchiga ko'targizib uyiga olib qo'ydi. Kurash bir qancha kun asliga kelolmay uyda kasal bo'lib yetib qoldi. Sol taraf biqinida qo'sh alqanchilik bir yer ko'kirib qolgan edi. Tillaxon ana o'g'lining holiga qarab ko'z ish qilatdi. Kichik bir bolaga bunchalik rahimsiz qilgan odamni qarg'ab, ko'ngliga tasalli topatdi. Tillaxon o'g'li kurashni uydan hovliga yo'tkab yotqizib qo'ydi. Yoz kunlari bo'lg'achqa uy ichi beklar tinchiq edi. Kurash hovlida yotqach, qayrindosh bilan rasm chizib ish pushuqni chiqaratdi. Bir kuni hovlining neriqi burchagida o'ltirdigan Turdi Eli ismli qo'shnisi Kurashning rasm chizalaydiganligini ko'rib, uningga qiziqib qoldi. Turdi Eli aslida aynakka rasm chizib jon boqadigan odam bo'lib, hozir ayollar orasida moda bo'layotgan gaz yog'liqning burchiga gul chizib pul tepayotdi. Tapaviti xeyli yaxshi edi. Tillaxon bu hovliga ko'chib kelganda Turdi Eli uyda yo'q bo'lib, texi tunugin safardan qaytib kelgan edi. Uning Anvar ismli 6 yoshlar atrofidagi bir o'g'li bo'lib, u bozorga chiqib ketganda uningga qaraydigan odam yo'q edi. Uning ustiga bozori tez bo'lganligi uchun o'ziga hamkorlashadigan bir yordamchiga muhtoj edi. Shunga u kurashni shogirdlikqa elish xiyoliga keldi va bu xiyolni Tillaxonga bildirdi. Tillaxon acha, dedi Turdeli so'zini boshlab. Men kurashjonni shogirdlik olay. Qurilishda ishlab jafo tortib yurmisin. Yaxshi ishlasa topgan pulni tang bo'lishayli. Bu taklif Tillaxongami, kurashgimi xo'p keldi. Ertasidan boshlab kurash Turdi Elining yonida shogird bo'lib ishladi. Ularning qildigan ishi gaz yog'liqqa gul besish, chala qolgan yerlariga qo'l bilan sizish va putganlarni bozor aylanib yurib setish edi. Kurash bu texnikani bir qancha kunga qolmayla tez egallab oldi. Hatto bir yog'liqning burchiga gulni o'zi yolg'iz mustaqil sizib chiqdi. Buni ko'rgan ustasi Turdi Eli qavatla xo'sh bo'lib ketdi. Ular gaz yog'liqlari tayyor bo'lganda birlikda bozorga chiqib ketadi. Ba'zida haftada bir qitim uyga keladi. Bundaq chaqlarda Tillaxon ana Turdi Elining o'g'li Anvarning holidan xabar oladi. Turdi Elimu degan va'dasida turib, topgan pullarini kurashga tang bo'lib berdi. Kurashning topgan pullari bilan oilaning turmush ahvoli xeyli yaxshilanib qoldi. 1974-yili noyabr oylarida Sultonjon G'uljidin keldi. Tillaxon bolalar bilan turayotgan uyni kichik ko'rib, Pilang masjidining orqasiga to'g'ri keladigan 2 eg'izlik hovlisi bor bir uyga ko'chib chiqdi. Kurashnimi Turdi Elining yiniga avatmidi. O'zi qurilish atridan ish tepib, kurashnimi yiniga elib oldi. Ammo bu ahvol uzunga bormadi. Tillaxon bilan Sultonjon orasidagi jangi jidal avjiga chiqib, oxiri ajrashish qaroriga kelishdi. Ular 1975-yili 3-oyda rasmiy ajrashdi. 4 bola Tillaxonga qoldi. Sultonjon yuk taxlarini ko'tarib Urumchiga ketdi. Shunday qilib, kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kela qitim ko'rishayli, xayr xo'sh. Bayrak kan kolani Suyup yalayme Bayrak kan kolani Suyup yalayme Vatanimin hidini Toymayı purayme Oğlum bugün dedinde Sarangdanla vatenge Sarangdanla vatenge Oğlum bugün dediğinde Sarangdanla vatenge
sarang denla vatan